Til o'rganish bir millatning xalqi va madaniyati bilan yaqindan tanishish imkonini ham beradi. O'zbek tilini o'rganish va o'rgatishga bo'lgan e'tibor ham kun sayin ortib bormoqda. Davlatimiz rahbari tashabbusi asosida an'anaviy tarzda tashkil etib kelinadigan O'zbek tili qalbim tarjimoni ko'rik-tanlovi bu yil ham qizg'in tarzda o'tkazildi. 200 dan ortiq xorijiy talabalar o'z iste'dodlarini o'zbek tilida turli shartlar asosida ko'rsatib berishdi. G'oliblar orasida esa hindistonlik Huriya Khan ham bor. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Chinga borib bo'lsa-da, ilm o'rganing deyiladi. Haqiqatan ham bu tushuncha zamon va makon chegarasiga amal qilmaydi. Ayniqsa, inson salomatligidek qimmatli boylik haqida so'z borsa. Bugun Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti mingdan ortiq xorijiy talabalarga murakkab tib ilmini zamonaviylik va an'anaviylik uyg'unligi asosida o'rgatib kelmoqda. Bugungi kunda Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutida xalqaro hamkorlik bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Misol tariqasida oladigan bo'lsak, hozirgi kunda 300 ga yaqin memorandum va shartnomalar amal qilib turibdi. Bu shartnomalar 40 dan ortiq davlatlar bilan imzolangan. Biz esa mana shu minglar orasidan aynan bir talabani sizga yaqindan tanishtirmoqchimiz. Yurti Hindiston, ta'lim yo'nalishi tibbiyot. Qahramonimiz esa qisqa 4 oy ichida xuddi sizu bizdek o'zbekcha gapirish mahoratini egalladi. Men hindistonlikman. Men 2020-yilda O'zbekistonga keldim. Sababi men Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiga o'qishga kirdim. Men shifokor oilasida tug'ilganman. Otam Sarfraz Amirxon Saudiya Arabistonida endokrinolog shifokor bo'lib ishlamoqda. Amam ham shifokor. Ularga havas qilib shifokorlikni tanlaganman. Men 2020-yilda beri Buxoroda yashayman. Huriyani ilk marta kelganini eslayman. Men hayron bo'lganman. 4 oy ichida o'zbek tilini o'rganmoqchiman deganiga. Sababini so'raganimda, ustoz, men bemorlar bilan juda ham suhbat qurgim keladi. Men ingliz tilida, ular o'zbek tilida. Bundan tashqari kimdan nimani so'rasam agar ular doimo barcha yordam beradi, menga kulib qarashadi. Ularga javoban men ham qanaqadir o'zbek tilida shirin so'z gapirgim keladi deb aytgan edim. Uning ishtiyoqini, qiziqishini ko'rib rozi bo'lganman. Darsdan keyin biz u bilan qolib to'garakda o'zbek tilini o'rgatishni boshlaganman va o'zi ham hech darsni qoldirgisi kelmasdi. Charchagan desam, qanaqadir bir ish chiqib qolsam harakat qilardi dars qoldirmasdan kelishga va 4 oyning ichida Huriya bemorlar bilan gapirishni, yon atrofdagilarga o'zining o'zbek tilida shirin so'zlarni ulashishni o'rgandi. Yangi muhitga moslashish, insonlar bilan yaqindan suhbatlashish, yangi tilni o'rganish. Xullas, barchasini uddalagan Huriya yaqinda yana bir katta yutuqni qo'lga kiritdi. 21 oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun munosabati bilan an'anaviy tarzda o'tkazilib kelinadigan O'zbek tili qalbim tarjimoni ko'rik-tanlovida faxrli 3-o'rinni egalladi. Tanlov juda qiziqarli va hayajonli edi. Men ustozim Rukiya Faxrona bilan bordim. 200 talabadan faqat 11 nafar talaba finalda ishtirok etdi. Birinchi kunda men essay yozdim. O'zbek xalqining mehmondo'stlik qadriyati haqida yozdim. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda o'zbek tilida so'zlashuvchilar soni 60 milliondan ortiq hamda 50 ga yaqin o'quv yurtlarida o'zbek tili o'rgatilmoqda. Til bu faqat so'z emas, u yurakdan chiqqan ohang, insonlar orasidagi keng munosabat ko'prigidir. Bugun Huriya kabi xorijlik talabalar o'zbek tilini o'rganib, nafaqat kasb sirlarini, balki millatimizning ruhini, mehmondo'stligi, insoniy taftini ham his etmoqda.